Manchester City hech qachon taslim bo'lmaydi. Pep Guardiolaning bu gaplari shunchaki press konferensiyadagi odatiy jumla emas. Bu chempionlik poygasida Arsenalga yuborilgan aniq signal. Ammo bu o'yinda yana bir muhim detal bor edi. Abduqodir Husanov. Assalomu alaykum. Bugun Manchester City Newcastle 2-1 uchrashuvi, Guardiolaning keskin bayonoti va ayniqsa Husanovning o'yindagi roli haqida batafsil gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va mehnatimizni qadrlab, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Etihad stadionida o'tgan bahs asabiy kechdi. City birinchi bo'limda ustunlikni qo'lga oldi. 20 yoshli Nico O'Reilly 2 gol bilan jamoasini oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo'limda esa Newcastle bosimni kuchaytirdi. Shu pallada Husanovning roli yaqqol sezildi. Ishonchli statistik platformalar Fotmob va WhoScored ma'lumotlariga ko'ra, Husanov himoyada yuqori aniqlik bilan o'ynadi. Uzatmalar aniqligi 90% dan yuqori, bir nechta muhim to'p olib qo'yish, havo kurashlarida ustunlik, jarima maydonida xavfni o'z vaqtida bartaraf etish. Ikkinchi bo'lim oxirlarida Newcastle tezkor qarshi hujumlarga o'tdi. Harvey Barnes xavfli vaziyatga chiqdi. Aynan shu epizodlarda Husanov pozitsion jihatdan to'g'ri joylashib, himoya chizig'ini boshqardi. Guardiola o'yindan keyingi intervyusida yosh futbolchilarning bosim ostida sovuqqon qolishini alohida ta'kidladi. Klub ichidagi manbalarga ko'ra, murabbiylar shtabi Husanovning taktik intizomini yuqori baholamoqda. Bu oddiy 45 yoki 60 daqiqalik ishtirok emas. Bu chempionlik poygasidagi o'yin. Guardiola shunday dedi: Oldinda Angliya Kubogi, Chempionlar Ligasi, Carabao finali bor. Juda ko'p o'yinlar. Hech qachon taslim bo'lmang. Bu so'zlar nafaqat jamoaga, balki yosh futbolchilarga ham tegishli. Husanov aynan shunday bosim ostida o'zini ko'rsatyapti. Uning o'yini shuni ko'rsatadiki, u oddiy rotatsiya futbolchisi emas. U himoya chizig'ida barqarorlik berayotgan elementga aylanmoqda. Newcastle so'nggi haftalarda Tottenham, Aston Villa va Qarabag'ni mag'lub etgan edi. Bu jamoa tezkor va jismonan kuchli. Shunday raqibga qarshi o'yinda xato qilish oson. Ammo City so'nggi daqiqalarda ham bardosh berdi. Himoyadagi intizom saqlandi. Bu yerda Husanovning o'rni bor. Chempionlik poygasi hali tugamadi. Arsenal oldinda. Oldinda 10-11 ta o'yin bor. Guardiola aytganidek, hamma narsa bo'lishi mumkin. Savol shuki, Husanov bu tempda davom etsa, u City asosiy himoya tandemi ichida mustahkam joy ola oladimi? Fikringizni kommentariyda yozib qoldiring.